Bozorlarda benzin va yoqilg'i narxlari juda ham yuqori va taksi xizmatlari juda ham qimmat. Bizga bunda yechim bor. Bir kishidan 3 kishigacha bo'lgan yuk tashiydigan turistlarimizni bugun ma'lumotini berib boraman. Bu hozirgi muammoni oldini oladimi yoki yechim bo'ladimi yo'qmi? Kommentariyaga albatta yozib qo'yinglar. Bodo kompaniyasida ishlab chiqarilgan turistlarimiz bir kishilik hisoblanadi. Bitta zaryadni o'zi bilan 70 kilometr masofa bosib o'tadi. Narxiga keladigan bo'lsak, $785. Respublika bo'yicha dastavkamiz bor. Albatta narxidan kelishtirib beriladigan joyi ham bor. Nexus kompaniyasida ishlab chiqarilgan oldi LED farali juda ham yorqin nur taratadi va 3 kishilik hisoblanadi. Orqada zaxvatlari ham bor. Bemalol 90 kilolik odamni 2 kishi o'tirsa bo'ladi. Boshqaruv paneli juda ham chiroyli. Narxiga keladigan bo'lsak $1200. Tomlari ham mustahkam qotgan, ichkarilari ham obshivka bo'lgan. Orqa tomondan o'yinlari ham bor. Orqa tomondan ko'rinishini ham bitta ko'rsatib qo'ying. Va Vasat kompaniyasida ishlab chiqarilgan sport uslubida ishlab chiqarilgan modelimiz bor. Bu ham riksha hisoblanadi. 3 kishilik bitta zaryadni o'zi bilan 70 kilometr masofa bosib o'tadi. Boshqaruv panellarini ko'rib turibsiz. Juda ham chiroyli va premium klassda ishlab chiqarilgan mahsulotimiz. Narxiga keladigan bo'lsak $1250 sunnatga albatta o'tib beramiz. Orqa tomondan oynalari va stop chiroqlari bor. Universal modelimiz bu tarafdan oldi tomondan LED chiroqlari juda ham boshqacha o'zgacha uslubda yonadi. Tomiga keladigan bo'lsak 60 kg yuk ko'taradi. Ichkarisi 3 ta odam toshish uchun mo'ljallangan va zapaska ballonlari ham mavjud. Bitta zaryadni o'zida 70-75 km yuradigan bu mahsulotimizning narxi $1200. Bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilib, savdolashib, barakalashib xarid qilsalaring bo'laveradi. Magazinimiz, showroomimiz Farg'ona shahar Kichik halqa yo'li Hammabop choyxonasining oldida.